Assalomu alaykum akalar, opalar, singillar. Toshkentdan Moskva shahriga shunday komfortabl avtobuslarga ketmoqchisiz, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Mana atega avtobusda oxirgi sidinalardan sizlarga kelib olyapman. Nimaga? Avtobusimizda ovulda hamda orqasi hammaligi bir xil. Faqatgina bizda ajratish bo'ladi. Ayollar, agarda siz ayolingiz bilan kelsangiz yoki farzandlaringiz bilan keladigan bo'lsangiz, sizlarda o'zingiz xohlamasangiz orqa o'rinni qilib o'tirgizmaymiz. Lekin erkak o'zimiz tushunamiz, akalar, ukalar, ayollarimiz hurmati cheksiz. Shuning uchun ayollarimiz oldi qatorlarga, ayollardan keyin barcha boshqa yo'lovchilar, erkak aka, mujak ukalarimizni ortdan sekin joylashtirib ketiladi. Avtobuslarimiz holatiga keladigan bo'lsak, sidinalarda oraliq masofaligi hammasiniki bir xil. Avtobusimizda zaryadniy ustroystvolar bor, konditsionerlarimiz ishlaydi. Bundan buyog'iga endi asta-sekinlik bilan pechkalar ishlash jarayoni o'chiriladi va konditsionerlar ishlash boshlanadi. Chunki kunlar isishni boshladi akalar, ukalar. Avtobusimiz konditsionerlar jihozlar bilan jihozlashgan, zaryadniy ustroystvolarimiz bor. Har bir avtobusimiz yo'lovchilar uchun yoritgichlari bor. Ketmoqchi bo'lganlarga ishonch nomerlarimiz ekranlarda turibdi, ular ham bor. Ularda esa WhatsApp, Telegram, imo barchaligi bor. Agar sizlar joy bron qilmoqchi bo'lsangiz yoki qanaqadir videoda qoldirilgan savolingiz bo'ladigan bo'lsa, ularga ham javob topsangiz bo'ladi. WhatsApp orqali murojaat qilib. WhatsApplarimiz 24 soat ishlaydi. Yozib qoldirsanglar, agarda o'zimiz vaqtimiz bo'lmay ko'tarilmay qolsak, albatta SMS'larni o'qib javob qaytaramiz. Keyin avtobuslarimizni holatlari bor. Avtobuslarimizni telefon qilishadi, ayrim aka-ukalarimiz avtobuslar yotadi. Albatta avtobuslarimiz mana ko'rishingiz mumkin, yotadi. Avtobuslarimiz 100% yotmaydi, lekin 15-25% avtobuslarimiz yotadi. Kim ketmoqchi bo'lsa, shunday komfortabl avtobuslar bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Rushnoy uchun har bir yo'lovchi uchun mana ajratilgan joylar. Bular har bir yo'lovchini o'zini rushnoyi uchun ajratilgan. Keyin sumka masalasiga keladigan bo'lsak, sumkalarimiz har bir yo'lovchiga 65-70 kg-gacha bemalol kelsanglar bo'laveradi. Layklarni ayamasdan bosinglar, kommentariyada izoh qoldiraylik. Agarda qolib ketgan savollar bo'lsa, bemalol yozishinglar mumkin. Ko'ksimiz doim qo'limizda. Bitta o'lchab, bittaga keladigan bolalar xizmat. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'ling.